Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, bir kuni Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallohu anhu bilan bir safarga chiqdim. U zot go'yoki menga xizmat qilar edilar. Ya'ni safarda menga xizmat qila boshladilar. Men uni qilmang dedim. Shunda u zot aytdilarki, dar haqiqat men ansorlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilganlarini ko'rib, agar men ansorlardan birortasi bilan yo'lda agar safarda hamroh bo'lsam, albatta unga xizmat qilaman deb qasam ichib qo'yganman dedilar. Muttafaqun alayh. Hadisdan olinadigan foyda. Xo'p, ikramu man ahsana lin-nabi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaxshilik qilgan insonga yaxshilik qilish, uni ikrom qilish fazilat ekanligi kelib chiqadi. Jarir ibn Abdullah Bajali radhiyallohu anhu ning fazilati va u zotning kamtar ekanliklari kelib chiqadi ushbu hadisdan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xizmat qilgan kishiga xizmat qilinyapti. Buni ham silay rahm bobida musannif rahmatullohi alayh keltirganlar. Shu o'rinda bitta narsani ham eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ahli fazil ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning merosxo'rlari bo'ladi. Ularga qilingan yaxshilik ham nisbat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga borib taqalgani uchun dinda fazilatli ulamolar ehtiromi joyiga qo'yiladi. Bu ham silay rahmning bitta turiga kiradi.